2025-yilda gaz masalasida fikr bildirdingiz, ya'ni xalqni kosasi oqarmasligi haqida. Bu narsa xalqda juda ham katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Nima uchun buning asosiy mazmunini yana qayta tushuntirib bermadingiz, sukut saqladingiz? Shu masalada ozgina yoritib bersangiz. Sukut saqlagan bo'lsam, o'zingiz o'ylaydiganim bo'ladi. Gaz juda qimmat resursda, u tillaga teng resurs. Gazni qo'yishda shu narsami? Aslida nima demoqchi edingiz o'sha? Aslida nima demoqchiligim juda tushunarli edi, ko'p odam tushundi. Nima deganimni, masalan, gaz tillaga teng resurs. Gazdan masalan biz hozir ovqat pishirish uchun, uy isitish uchun ishlatyapmiz. Vaholanki ovqat pishirish va uy isitish uchun quyoshdan olingan energiya ham, shamoldan olingan energiya ham yarashi mumkin-da. Lekin biz shuncha qimmat yer tagidan kavlab olingan, katta mehnat bilan kavlab olingan qo'shimchasiga agar mahsulotga aylantirib qayta ishlab sotadigan bo'lsak, 1/10 ga aylantirish imkoniyatimizni so'rayapmiz-da. Qaysi xalqlar boy bo'ladi? O'sha imkoniyatlardan to'g'ri foydalangan xalqlar boy bo'ladi. To'g'rimi? Masalan, Norvegiya juda ko'p gaz quvib ishlab chiqaradi. Odamlariga trubada olib borib ovqat pishirishga berib qo'ymaydi. Yoki Britaniya kambag'al davlat emas. Lekin odamlariga oshxonasiga trubada gaz olib borib qo'ymagan. Gazni trubada transportirovka qilib aholini maishiy iste'mol uchun olib borib qo'yish bu Sovet davridagi eng katta xatolardan biri edi. Gazni biz katta daromad keltiradigan bir resurs sifatida qarashimiz kerak. Ana o'shanda boy xalq bo'lamiz. Uy isitish, ovqat pishirish uchun bizda mana hozir energetikamiz juda tez rivojlanyapti. Biz o'zimizni 2030-yilga kelib nafaqat energetikada bo'lgan talabimizni, balki eksport qilish darajasiga yetib boramiz va undan katta daromad olamiz. Agar mana shunga yetib borganimizda butun uylarni tasavvur qiling, konditsioner yoqsangiz uyingiz issiq. Gazda yoqib shuni bir kunlik ishlatilgan qancha kub gazni ishlatish zarurati bormi? Yo'q. Shu darajaga kelishni fikrlashni boshlagan o'zbek xalqi albatta boy bo'ladi. Va biz shu yo'lda biz o'ylayman, ishonchim komil. Biz buni o'sha meni sukutimdan keyin yaxshi tushunib yetganmiz. Kimlardir tanqid qilgan bo'lsa rahmat, tushunishmagan, sekin vaqt o'tib tushunishadi. Lekin o'zbek xalqi shuncha gaz, shuncha yer osti boyliklari, shuncha imkoniyat bilan bunaqa yalpi ichki mahsulotimizni kishi boshiga daromadi 3000-4000 dollar bo'lib yuradigan xalq emas. O'zbekiston bugungi imkoniyatlari bilan, bugungi resurslari bilan yalpi ichki mahsulot kishi boshiga 10,000, 15,000 dollar bo'lishi kerak bo'lgan xalq. Biz faqat buni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak va bugungi davlat siyosati aynan shu yo'lda.